bizning Yegenchi jamiyatining International Chilik kompleksining eski taraplari o'rnidan solinib turgan bizning yangi obyekt. Bu endi 400 yilga boshqa hisoblangan sigirlar turog'i ulaşan bo'lsa. Biz fevral ayında o ishni boshlab yuborgan edik. Eski 200 boshli turog'ni sutib, shirkatlar tegizlab, balchiq ko'tarib, bundan 16 ming kub balchiq tashilib, o'sha yer tegizlanib, o'sha metal konstruksiya bo'lmasa kunga oyoqqa bostirildi. Ventilyasiya ishlari bitildi. Bugungi kunda barabizda atmosfera zalyaydi. Madaniyasında boshliq skatlari, simna skatlari ko'pdangi eskirgan edi. Ularning suv tubalaridan ostaroq o'rnashgan chag'ishtirmacha, shunga ko'ra bizning ham problemalar bor edi. Shu problemalarni yechaytu. O'ng'ayindan endi bu yil qish kuni shunda bo'lgan eski zdaniylarni sutib, uning o'rnida yamadan 4200 kub balchiq tashib, yerni ko'tarib, osmondan yasab, mana shunday metal konstruksiya bilan simna skati ishlab chiqildi. Endi bu yil yong'oq olarak shebinlanib, asfalt yasalib, bu yil asfalt jayildi. Bundan so'ng O'zman Jeriyasida yamadan bir skatga 1600 kvadrat metrli skatga asfalt jayildi. Bundan endi bizning 2000 kvadrat. Общий bizning oshib savoy uchun platformalar, hamda simna skatlar uchun 6000 kvadrat metrda asfalt jayildi. Bunda endi bizning 3000 tondan hisoblangan simna skati. Buni endi bizning shu ko'p qolmadi. 10 kundan bu hazır bo'lsa. Hozirgi vaqtda biz Yegenchi xo'jalarining Shakshar diliniyasida bizning ambar territoriyasi kuzgi qurib ishlarini hazırlanib, onlayından o'sha so'shilkani bu yil qutqa jibarga turamiz. Polskiy so'shilka soatda 80 tonna boshqa kiptiriga kimligi bo'lgan. O'zimizga yil kerak shunaqakina bo'ldi. Boshqalar bo'lmadi. Bu sayilmaydi biz to'plab hazırlanib, o'sha so'shilkani jibarga degan maqsad qo'ydik. Yerlarni asfaltga o'yib, ishlab qoldirgan bo'yda